Ok. Mana endi. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan RDR o'yinini o'ynaymiz. Jiyanim Mustafa sekundchi bola. Bu bola bloger bo'lmoqchi. Beroq tursiz. Xullas, sekundchi bolamiz bo'lmoqchi. Sizlar bilan qanday ограбление qilishni o'rgatamiz. Mana. Ana. O'ldirdik. Endi qaranglar, biz bu yerdan shaharga bormoqchimiz. Bu shahrimiz biz uzoqda ekanmiz. Shuning uchun biz bu shaharga boramiz. Mana. Yo'l aka gaplashib ketamiz sizlar bilan. Ketdik. Otdanmi? Pistoletimizni uqolmabdi, shuning uchun uqlab olamiz. Voy, men ko'rmay qolyapti. Kalingni olib gapirsang hamma narsalar. Seni подписчикларing xudo xohlasa. Meni kanalni qo'yasin buni. Ha, siz kanalingizni ko'ramiz. Xo'p, Obuna bo'linglar. bo'lishadi, so'rashishadilar, so'zlar yoqtiradiganlar obuna bo'laveradi, to'g'rimi? To'g'ri. Yashasın. Endi biz sizlarga hozir bitta o'yin skachat qilyapmiz. O'ynamaganlar aniq bilamiz. Unaqa o'yinni mashinani ichki temalarini qaytadan tuzamiz. Eski mashinani sotib olamiz, uni keyin yangilab turib sotamiz. Minib ko'ramiz uni. Shunaqa o'yin bor. Realistichni ko'rasizlar, maza qilasizlar. Necha kishilar ko'ryapsizlar? Endi